Barchaga xayrli kun. Bugun o'simliklarni o'stiruvchi stimulyatorlar yoki o'sishni tormozlovchi kimyoviy vositalar haqida gaplashamiz. O'sishni tezlashtiruvchi moddalar o'sish stimulyatorlari va o'sishni to'xtatuvchi moddalar o'sish ingibitorlariga bo'linadi. Qishloq xo'jaligi ekinlariga ishlov berishda qo'llaniladi. Tabiiy o'sishni tezlashtiruvchi moddalarga fitigormonlar, shuningdek vitaminlar, sintetik o'stiruvchi moddalar, gidroksonlar va uning analoglari, indolilmoy kislota va naftil asetat kislota, suksinat kislota kiradi. O'sishni to'xtatuvchi moddalarga o'simliklarda turli xil kimyoviy, biokimyoviy, fiziologik jarayonlar, o'rog'ning unishi, poya va uning ayrim qismlarining o'sishi, barglarning to'kilishi va boshqalar tormozlanishida faol ishtirok etadigan moddalar kiradi. Tabiiy va sun'iy o'sish ingibitorlari farqlanadi. Tabiiy yoki endogen o'sish ingibitorlariga absistas kislota, scopoletin, eskuletin, kumarin, salitsil kislota va boshqalar kiradi.